Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşılayamiz. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerini huzuruna sunuşturacağız. Qanamsiz diqqatinglar ekranımız olsun. Pakistan bilan Taliban Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridoriga qatnashish masalasini muzokara qildi. Pakistanning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi Mansur Ahmad Xonning dushanba Reuters agentligiga bildirishicha, Pakistan Talibanlari bilan Afg'onistonning Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridori ul aslaha turiga qatnashish masalasi haqida suhbatlashgan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda bildirilishicha, Mansur Ahmad Xon muxbirlarga rayondagi munosabatlarni ravonlashtirish bizning Afg'oniston rahbarlari bilan bo'lgan muzokaramizning muhim bir qismi. Shundaqla bizning Afg'oniston bilan bo'lgan iqtisodiy aloqamizni harakatlantiradigan yo'l degan. Mansur so'zida yana Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridorining bu muhim turining Afg'oniston bilan Pakistan orasidagi ul aslaha va energiya olinishi, Janubiy Osiyo bilan O'rta Osiyoning aloqasi uchun yaxshi fursat ham yoshirin kuch bilan ta'minlaydiganligini, Taliban rahbarligidagi hukumat bilan Afg'oniston iqtisodini taraqqiy qildirishning boshqa usullarini muzokara qilganligini aytgan. Mansur muxbirlarga yana Pokistonning xalqaro jamiyat bilan hamkorlik o'rnatib, banka sistemasidagi xalqaro cheklimlarni bo'shatishni o'ylashayotganligini, Pokistonning Afg'onistondagi pul muomala organlarining bir qancha boshqaruvchisining yaqinda Kabulni ziyorat qilib, xalqaro cheklimlar to'xtagandan keyin yerlik vaziyatning yaxshilanmasligi haqida ahvol egillaganligini bildirgan. Navbatda Amerika va boshqa g'arb davlatlari Talibanlar kishilik huquqni, bo'libmi ayollarning huquqini qo'llashga va'da berganga qadar Talibanni mablag' bilan ta'minlashni xohlamaydiganligini ifodalagan. Afg'onistonning qo'shnisi bo'lgan Pokiston necha 10 yildan buyon millionlagan afg'onistonlik musofirni kutib olgan bo'lib, Afg'onistonda iqtisodiy krizis ko'rilishini xohlamaydi ekan. Pokiston bosh ministri va boshqa amaldorlar xalqaro jamiyatni Taliban hokimiyatini yetim qoldirmaslikka chaqirgan hamda Afg'onistonning iqtisodining yemirilishi va musofirlar iqimining oldini olish uchun yordam berishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Mansur Taliban hukumatini e'tirof qilish masalasida Pokiston xalqaro jamiyatning bir qismi, Talibanni rasmiy e'tirof qilish masalasi keyin muzokara qilindi degan. Xitoy Sharqiy Turkistonning boyligini bulang-talang qilishda temir yo'ldan alohida foydalangan. Xitoy yaqinqi bir necha yildan beri Sharqiy Turkistonda terror siyosati ijro qilish bilan birga Sharqiy Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni uzluksiz kuchaytirib kelgan bo'lib, oldingi 5 yilda Sharqiy Turkistonning temir yo'l yuk transportining ishish nisbati izchil eng yuqori o'rinda turgan. Xitoy tashviqot organi Tangirta to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning atalmish 13-5 yil plani mezgilda Sharqiy Turkistondagi temir yo'l qatnashi orqali jam'iy to'shilgan yuk 618 million tonna bo'lib, yilga o'ttir hisob bilan 23% ishib, izchil Xitoy o'lkalarini besib tushgan. Jumladan bu yil 5-dan hozirgacha to'shilgan yuk 133 million 500 ming tonna bo'lib, bulturqi o'xshash mezgilligidan 5.5% oshgan. Transport ehtiyojining uzluksiz eshishi sababli Sharqiy Turkistondagi temir yo'l tarmoqlari bir tarafdan savdosini davom qilsa, yana bir tarafdan temir yo'lni davomli kengaytirib yasagan. Bulardan sirt Xitoy doiralari bir qism davlatlarning bisimi va jazosiga qaramay, to'liq tashviqot va ta'minot vositalari orqali Xitoy korxonalarini Sharqiy Turkistonga mablag' silishga qiziqtirgan bo'lib, 2016-yildan buyon Sharqiy Turkistondagi 133 cho'ng tipdagi korxona bilan jam'iy 547 million tonna yuk to'shish kelishimi imzolangan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistondagi ko'mir, metall, rodisi, paxta qatorliqlarini Xitoyga to'shishga alohida kuchigan. Buning ichida ko'mir temir yo'l yuk transportining 50%ni egallaydigan bo'lib, Sharqiy Turkistonning ko'mir boyligi temir yo'l orqali 21 Xitoy o'lkasiga to'shilgan. Undan boshqa Sharqiy Turkistondan Yevropa va O'rta Osiyoga qatnaydigan navbatchi poyezdning soni uzluksiz oshgan bo'lib, yaqinqi 5 yil ichida navbatchi poyezddan 4779 qatnagan. Kuzatuvchilar Xitoy axborot organlarining Sharqiy Turkistondagi qatnash ul aslahalarining zo'r darajada taraqqiy qilganligini kuchab tashviq qilayotganligini, amaliyotda bu turdagi taraqqiyotlarning Sharqiy Turkistondagi boyliqlarini texmi kuchaytirilgan darajada bulang-talang qilish uchun planlanganligini, Xitoyning yuqorqi xabarining bu nuqtani isbotlab berganligini bildirmoqda. Turkiyadagi barliq Sharqiy Turkistonliklarga girajdonlik berilmoqchi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi bugun rasmiy hisobida bayonot e'lon qilib, Turkiyada yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonliklarining Turkiya girajdonligiga erishadiganligini uqtirdi. Eglishimizcha,
Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi Turkiyada yashayotgan Sharqiy Turkistonlik muhojirlarning turli qiyinchiliklarini ko'zda tutib, Turkiyaning ichki ishlar ministrligi bilan ko'rishgan va Turkiyadagi Sharqiy Turkistonliklarga umumyuzlik grajdonlik salohiyati berish talabini sungan. Turkiya ichki ishlar ministrligi bu vaqtdagi talablarga asosan rasmiy qaror ma'qullagan bo'lib, qarorga asosan Turkiyada iqomat bilan turayotgan barliq Sharqiy Turkistonliklarga istisnoiy tariqada Turkiya grajdonligi berildi ekan. Aloqador ish bajarish 30-sentyabrdan tortib boshlandi ekan. Bildirilishicha, Turkiyada iqomat bilan turayotgan barliq Sharqiy Turkistonliklarga Turkiyaga kirgan vaqt tartibi bo'yicha qisqa uchur yo'llangan bo'lib, uchur topshirib olganlar bekitilgan vaqt va o'ringa asosan grajdonlikqa iltimos sunsa bo'ladi. Tashkilotlar birligi bayonotida Turkiya ichki ishlar ministrligiga minnatdorligini bildirdi. Shundaqla uchur topshirib oluvchilarning o'zi bevosita berib iltimos sunishi kerakligini, hech qanday vositaga ehtiyoj tushmaydiganligini eskartib o'tdi. Aqsaray Prezident Bayden Uyg'urlarning ahvoliga bevosita ko'ngil biladi dedi. Aqsaray bayonotchisi 28-sentyabrdagi bayonotida Bayden hukumatining Uyg'urlarning ahvoliga ko'ngil bildirganligini, Uyg'urlarning ahvoli haqidagi andishini Xitoyga bevosita bildirganligini aytgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Aqsaray bayonotchisi Jin Pesaki tunugungi muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Kengash palatasi ma'qullagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni haqida to'xtalib, Bayden hukumatining bu qonun loyihasining umumiy yo'nalishini qo'llaydiganligini va bu qonun loyihasining tafsilotiga davomli qarab chiqayotganligini bildirgan. Jin Pesaki bayonotida prezidentning ilgari Uyg'urlarning ahvoli bo'lgan andishini Xitoyga bevosita bildirganligini ta'kidlagan. Shundaqla bu qonun loyihasiga qarata tiqib pozitsiya bildirmaganligini, ammo Bayden hukumatining Sharqiy Turkistonda kishilik huquqqa daxli ta'ruz qilgan va jinoyat o'tkazganlarning javobgarligini surishta qilish uchun konkret usul qo'llanganligini bildirgan va Magnitskiy qonuniga asosan yo'lga qo'yilgan cheklamalar, pul muomala jazosi, import-eksportni kontrol qilish, savdo jihatda ogohlantirish va G7 yig'inda dunyodagi barliq ta'minlash zanjirida majburiy emgak mahsulotlarining bo'lmasligiga kafolatli qilish to'g'risida va'da berish qatorliq misollarni ko'rsatib bergan. Amerika Kengash palatasi 14-iyul Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullagan edi. Bu qonun loyihasida import qiluvchi shirkatlarning cho'qim Sharqiy Turkistondan import qilingan tovarlarning majburiy emgakka chetilmaganligini isbotlashi kerakligini, bo'lmasa 1930-yildagi tamojna bija qonuniga asosan importning cheklanadiganligini belgilagan. Navbatdagi qonun moddasida bo'lsa, agar import qilingan malning majburiy emgakka chetilganligiga oid muvofiq dalil isbot bo'lsa, import qilishi man'iy qilingan. Kengash palata a'zosi Marko Rubio va Avam palata a'zosi Simis seshanba majburiy emgak masalasi haqida ochiq xat yozib, Bayden hukumatidagi ma'lum shaxsning mazkur qonun loyihasi masalasida parlament a'zosiga ta'sir ko'rsatganligini aytgan. Xitoyga qarshi zo'r ko'lamlik namoyishga qatnashish chaqiriqi davomlashmoqda. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib ishg'ol qilganligining 72 yillik munosabati bilan 1-oktyabr namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilish o'tkaziladigan bo'lib, bu haqdagi chaqiriqlar davomlashmoqda. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligiga a'zo tashkilotlar va boshqa hamkorlashuvchi tashkilotlar birlikda Turkiyaning bir necha shahri va boshqa davlatlarida Xitoy ishg'oliyatining 72 yilligi va navbatda Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi tashkilladi. Namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishida Xitoyning 72 yildan beri Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan assimilyatsiya qilish, jazo lageriga sulash, nupus cheklash, irqiy qirg'inchilik yurgizish qatorliq inson qalbidan chiqqan jinoyatlari namoyish va axborot e'lon qilish tariqasida xalqaro jamiyatga e'lon qilindi. İstanbuldagi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini 1-oktyabr tushdan burun soat 10 da Xitoy bosh konsulxonasi oldida o'tkaziladigan bo'lib, Turkiyaning Anqara, Konya, Kastamonu, Qahramonmarash qatorliq bir necha shahrida va boshqa bir necha davlatda o'rinlashtirildi. Tashkilot mas'ullari va jamoat arboblari muhojiratdagi barliq Sharqiy Turkiston xalqini mazkur zo'r ko'lamlik namoyishga qatnashib, Xitoyga bo'lgan g'azab nafratini ifodalashga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Xitoyni kishilik huquq suhbatini asliga keltirishga chaqirdi.
28 sentabr o'tkazilgan Xitoy Yevropa yuqori darajalik strategik dialogi yig'inida Yevropa ittifoqining diplomatiya va bexatarlik strategiyasi vakili Josep Borrell Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiga kishilik huquq va Tayvan masalasidagi andishisini bildirgan. Germaniya ovozidagi bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Josep Borrell tunugun o'tkazilgan silliq yig'inda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiga kishilik huquqning Xitoy Yevropa munosabatlaridagi muhim masala ekanligini bildirgan bo'lib, Tayvan va AUKUS shartnomasida suhbatda tilga ilingan. Borrell Yevropa ittifoqi Xitoy yuqori darajalik strategik suhbatining 11-aylanmasida so'z qilib, garchi Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida talash-tortish mavjud bo'lsa-mu, ammo ikki taraf ba'zi muhim sohalarda davomli aloqa o'rnatishi kerak degan. Shundaqla Yevropa Hind Tinch okean strategiyasining sig'diruvchan va hamkorlik xarakteriga ega ekanligini ta'kidlagan. Borrell yana Xitoy va Yevropa ittifoqini kishilik huquq masalasida uchrashib turishga, Xitoy Yevropa kishilik huquq dialogini asliga keltirishga chaqirgan. U ikki tarafli kishilik huquq munbirining kelgusi 3 oy ichida o'tkazilishini umid qilganligini bildirib, dialog Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi ixtilofni hal qilishning ochqichi degan. Borrell Tayvan masalasida Yevropa ittifoqining bir Xitoy siyosatida davomli ching turganligini, Tayvanning o'xshash fikrdagi muhim iqtisodiy sherik ekanligini, Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlarining Tayvan bilan hamkorligini taraqqiy qildirishga qiziqadiganligini, ammo Tayvanning davlatlik o'rnini e'tirof qilmaydiganligini bildirgan. Tayvan markaziy xabar agentligining bu vaqtdagi xabarida Yevropa ittifoqi tilga olgan bir Xitoy siyosatining Xitoy ta'kidlayotgan bir Xitoy prinsipiga o'xshamaydiganligini ta'kidlagan. Shundaqla Yevropa ittifoqining savdo munosabati, ilm-fan, ma'rif va madaniyat qatorliq har qaysi sohalarda Tayvan bilan tig'imi quyuq munosabatni taraqqiy qildirganligi haqidagi faraz qayd qilingan. Borrell so'zida yana silliq yig'inda Wang Yi bilan Sharqiy Turkiston va Hong Kongning navbatdagi vaziyatini muzokara qilganligini oshkorlagan. Ammo Xitoy axborot vositalari xabarlarida bu haqdagi mazmunlarni tilga olmay o'tib ketgan. Kanada Huawei haqidagi qarorini pat yaqinda e'lon qilmoqchi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Huawei shirkatining 5G uskunalarini cheklash-cheklamaslik haqidagi qarorning kelgusi bir necha hafta ichida bekitilganligini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika Huawei shirkatining uchur bexatarligiga buzg'unchilik qilish ehtimolligini ko'zda tutib, Besh ko'z ittifoqidagi a'zo davlatlarga Huawei shirkatining 5G to'ri uskunalarini ishlatmaslik to'g'risida besim ishlatib kelgan bo'lib, mazkur ittifoqning a'zosi bo'lgan Kanadami bu vaqtda aniq qaror chiqarishga majbur bo'lgan. Bildirilishicha, navbatda Kanada hukumati istixborot organining bu vaqtdagi dokladini saqlayotgan bo'lib, Trudeau muxbirlarga biz o'xshamagan tanlashlarni o'ylashyapmiz va izlanyapmiz, ammo kelgusi bir necha hafta ichida qaror e'lon qilishimiz aniq degan. Besh ko'z ittifoqi Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyadan tashkil topgan bo'lib, kelishimga asosan ittifoqqa a'zo davlatlar istixborot uchurlarini o'zaro o'rtoqlashadi ekan. Bu sababli Amerika har qanday bir a'zo davlat Huawei'ning uskunalarini ishlatgan taqdirda uchur bexatarligiga zo'r xavf ilib kelishidan ansirgan. Xabarda tahlil qilinishicha, yangi hukumat qurilishidan burun Kanadaning Huawei haqida qaror chiqarish ehtimolligi tuvan ekan. Trudeauning bildirilishicha, Kanadaning yangi kabineti kelar oyda e'lon qilindi ekan. Afg'onistondagi Talibanga qarshi kishilar ijtimoiy taratqulardagi uchurlarini o'chirishga boshladi. Yaqinqi mezgillarda Afg'onistondagi Talibanga qarshi nurg'un kishilar ijtimoiy taratqu hisobidagi uchurlarini o'chirishga yoki adresini butunlay taqvitishga boshlagan. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Facebook shirkati Afg'onistondagi abonentlari uchun adreslarni qulflash, mazmunlarni ko'rishni rad qilish qatorliq alohidliklarni ilova qilib bergan. Taliban o'tgan oy Afg'onistonda hokimiyat beshiga kelishdan ilgari davlat miqyosidagi nurg'un o'qitichi ijtimoiy taratqularni Talibanga qarshi aktiv ishlatgan. Taliban ilgari o'zlariga qarshi urush qilgan yoki oldingi hukumatning bir partiyasi bo'lgan barcha kishilarni kechirayotganligini jakarlagan bo'lsa-mu, davlatdan qochayotganlarning bir qismi buningga ishonmaydi ekan. Taliban askarlarining poytaxt Kabulni qo'lga kirgizgandan keyin berilgan va'dalarga qaramay bir qism fuqarolarni o'ldirganligiga doir xabarlar tarqalgan bo'lib, o'tgan hafta Taliban mudofaa ministri Muhammad Yaqub ovozliq uchur tarqatib, Taliban askarlarining intiqom olish maqsadida fuqarolarni o'ldirganligi to'g'risida ba'zi dokladlarning borligini qabul qilgan edi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırımız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.